Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 18-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda vav harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz. Vav harfini yozish uchun har doimgidek 3 ta katak olamiz hamda so'z boshida yozilish uchun ikkinchi katakda tepa qismi yoziladi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, qolgan qismi esa 3-katakda yoziladi. So'z o'rtasida ham xuddi shu holatda yoziladi. So'z oxirida ham alohida holatda ham. Hamma holati bir xil yoziladi. Faqatgina so'z o'rtasida undan oldin harf bo'lgani uchun ulanadi, o'zidan keyingisi ulanmaydi. Mana so'z boshida ham shunaqa. O'zidan keyingi harfga ulanmaydi. So'z o'rtasida yozilganda ham o'zidan keyingi harfga ulanmar ekan. Mana bu yoqqa yozib qo'ydim. O'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Xo'p, so'z oxirida va alohida holatlari ham hammasi bir xil holatda yozilar ekan. Men sizga yana har doimgi savolni beraman. Bu qaysi harf deganimda siz vav harfi deb javob berasiz. O'zimizdagi qaysi harfga to'g'ri keladi deganimda esa o'zimizdagi v harfiga to'g'ri keladi deb javob bermang. Chunki o'zimizdagi v harfiga to'g'ri kelmaydi. Chunki bu v ni aytayotganda lab ozgina oldinga chiqariladi. Mana hozir rasm orqali tushuntirib beraman. Mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, masalan o'zimizda v harfini aytadigan bo'lsak, v deymiz, bo'ldi, to'g'rimi? Masalan, lab oldinga chiqmaydi. Lekin arab tilidagi vav harfida lab ozgina oldinga chiqadi mana. Ikkita lab oldinga chiqariladi hamda va, vi, u deb o'qiladi mana. O'zimizda buni va, vi, vu bo'lib qolsa, mana e'tibor aytib ko'ring-da mana. Va, vi, vu. Masalan, yoki vav. Mana lab oldinga chiqmaydi. Lekin ushbu arabcha vav harfida lab oldiroqqa chiqadi mana. Oldiroqqa lablarni g'uncha qilib chiqariladi hamda vav deb o'qiladi. Shu holatda o'qish kerak ekan. Agar buni o'zbekcha v deb o'qiydigan bo'lsangiz, mana shuning uchun ustiga to'lqin qo'yib qo'ydim. Bu o'zimizdagi v emas. Demak, farqi o'zimizdagi v dan. Mana rasmdan ham ko'rib turibsiz. Lab ozgina oldinga chiqarilib talaffuz qilinar ekan. Endi kitobdagi so'zlarni bir boshdan boshlab o'qib ko'ramiz. Bu v harfi, yana bir aytib o'taman. Bu arabcha v, o'zbekcha v emas. Lablar oldiroqqa nima qilamiz? Lablarni oldiroq chiqarib talaffuz qilamiz. Au. Endi bunisi rov, nau, lau, varom, vatar, vaman, valan, valam. Maytda mana bilasiz, noodatiy holatda kelyapti. Endi bunisi vakam, avlu, avlu, rovmu, rovmu emasda, rovmu. Endi pastdagini o'qib ko'ramiz. Yawmu, kawnu, vaylu, vazanu, kavkaba. Maytda bga e'tibor beramiz. B harfi yumaloq kelganda ustida i'ga moyil tebratiladi. Shunda kavkaba, mavkiba. Bu ham shu mana. B harfi ustida yumaloq kelgani uchun i'ga moyil tebratiladi. Mavkiba. Mana B harfi i'ga moyil tebratiladi. Mavkiba. Endi bunisi avlamtum. Endi bunisi avtartum. Shu holatda o'qiyverasiz. Faqatgina e'tibor beradigan joyimiz shu v harfi lablarni oldinga chiqarib o'qar ekanmiz. Masalan, nau, lau, varom, vatar, vaman, valan, valam. Xo'p, shu holatda o'qiyverasiz, lekin qiyinlashtirib yubormang. Bu boshqacha v ekan, keyin labni oldinga chiqarish kerak ekan, juda qiyin ekan, qiyinlashtirib. Shunchaki labni oldinroq chiqarib o'qiyverasiz mana. Varom, vatar, vaman, qiyinlashtirib yubormang. Oddiy o'zimizda v, faqatgina farqi nima ekan? Lablar oldinroq chiqarilar ekan. Mana bu yerga yozib qo'ydim. Mana vav harfi o'zimizdagi v faqatgina lablar oldinga chiqarilib va buncha holatda o'qilar ekan. Xo'p, sizga uy vazifa. Birinchi navbatda leksiyani ko'chirib olasiz. Keyin mana kitobdagi misollarni bir nechtasini men yozib ko'rsatib berdim. Shularni yozib olasiz. Mana hozir ozgina yozish bo'yicha aytib o'tib ketaman. A harfi birinchi, ikkinchi katakda edi. Mana bugun o'tdik. V harfi esa, vav harfi esa nima ekan? Ikkinchi, uchinchi katakda yoziladi mana. Ro harfi ham, vav harfi ham 2-3 ta.
yozilishlariga e'tibor berasiz hamda shu kitobdagi hamma so'zlarni yozib ko'chirib olasiz. Keyin mana bu yoqda b ga ikkita b ga e'tibor berasiz. So'z oxirida kelgani uchun i ga moyin nima qilinadi? Tebratilar edi. Keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin soat 21:00 da bo'ladi.